Minecraft lekin Minecraftdan ko'chirilgan hamma klon versiyalarini bugungi videoda o'ynab chiqamiz. Qanunda biz videoni boshladik. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun obuna tugmachalarini bosib tashlang. Mayli, unda biz videoni boshladik. Birinchi o'yinimiz Craft World degan o'yin ekan. Qani kreativ qilib qo'ydi u. Qanaqangi u Minecraft. Hammasi Minecraftdan ko'chirilgan, Qaranglar, mana bu tosh bormi? Minecraftda bu tosh bormi? Xuddi shunaqasi bormi? Bu aniq ko'chirilmagan. O'zlari sal tekstura berib qo'yishibdi. Keyin toshlarni sal o'zgartirilgan, ko'mir o'z holida qolgan. Bu hammasi o'z holida qolib deyarli. Obsidian mana. Deyarli eski versiyada edi, mana obsidian, mana o'tdan olmos. Keyin bu yerda portal qursa ishlarmikin? Mana keyin mana. Mana shazihal va ishlarkan. Hammasi o'ziniki mana. 5 minutga sal tekstura berib qo'yishibdi. Yana nimaga tekstura berishgan? Qolgan hech nimasi. Faqat shularga tekstura berishdi, mayli. Lekin Minecraftdan ko'chirilgan va yaxshi lekin yaxshi. Masalan, g'alatiroq Minecraftlar bo'ladi, shundan yaxshi bu. Vijimaniya qilib o'ynasanglar ham bo'ladimikin? Bu hozir shunga ham amin bo'lamiz. Mana vijimaniya rejimiga o'tkazsa bo'lar ekan. Mana flat, alt, mana hammasiga o'tkazsa bo'lar ekan. Endi survival'dan qilib ko'ramiz. Survival'da seedlar ham ishlaydimikin? 999 mana. Eski versiyada seedlar va hammasi ishlayapti. Keyin mana skinning yo'qmayapti. Qiz bolam skin. Mayli, buni o'yin berib qo'ygan bu skinni, lekin yaxshi mana. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli. Minecraft desam bo'lmaydi. Mana eski versiyalarda bo'ladigan narsalar sandiqda bo'ladi. Hammasi eski versiyalarda nima bersa xuddi o'sha narsalarni beryapti. Mayli, yaxshi ekan bu Minecraft uchun. Men bu Minecraftga 10 balli sistemadan men 7 ball bergan bo'lardim. Sababi yaxshi, ko'chirilgan bo'lsa ham yaxshi. Mayli, unda keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yinimiz Minecraft degan o'yin ekan. Yaxshi, o'sha Minecraftdan ko'chirilgan mana. Yaxshi, sekinroq kiryapti lekin. Mayli, okey, bu ham bir bar ayriladi. Yaxshi. Men buni oldin o'ynaganim uchun ismimni va ozgina nastroykalar qo'yganman. Bu menga yoqadi. Bu yerda kreativ ko'ramiz. Sizlarga osonroq bo'lishi uchun mana. Ozgina vaqtdan so'ng video mana Minecraftda hamma narsasi bir xil buni qaranglar. Hammasi bir xil mana. Gullar ham, yerlar ham o'z. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan mana. Mana hammasi o'zidagi mana. Hech balo o'zgartirilmagan. Mana hammasi o'zidagi. Hammasi hatto yangiroq versiya. 1.19 versiya bu. Yaxshi lekin Minecraft uchun hammasi ko'chirilgani uchun bunda 10 balli sistemadan bunga men necha ball bersam bo'ladi? 9 beraman, sababi bir bar ko'chirilgani uchun ayrildi. Lekin yaxshi. Mayli, unda biz keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yinimiz Bedwars Light degan o'yin ekan. U kiryapti, ozgina kuting deyapti. Mayli, kutamiz. Mana o'sha kirdi. Bedwars Minecraftdan ko'chirilgan Bedwars kartasi. O'zimga kamon olaman, aslahalarni kuchaytirib olaman, blok olaman, keyin mana u bilan jang qilaman, yengaman deydi.
Yaxshi. Bu jang PvP hisoblanadi. To'g'risi bu ancha qiyin emas, o'zi boshida oson bo'ladi, keyin qiyinlashib ketadi. O'sha paytda siz ham kuchayishingiz kerak bo'ladi. Men o'ta kuchli emasman, lekin kuchayyapman hozirda. Men bu o'yinni oldin ham yaxshi ko'rganim uchun men bunga 10 dan 10 ball beraman, sababi buni oldin juda ham sevib o'ynaganman. Mayli do'stlar, video tamom. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Agar bu videoni sevib qolgan bo'lsangiz obuna bo'ling. Hazillaydi bu. Mayli biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Qanunda xayrli